O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov adolatparvar va imkon qadar odilona siyosat tarafdori edi. Xo'sh, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nima sababdan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani qamashga majbur bo'lgan? Bugun ana shular haqida suhbatlashamiz. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga esa like bosishni unutmang. 2014-yilning oxirida Karimovlar oilasidagi janjallar sabab Islom Karimov qizi Gulnora Karimovaga suhbat chog'ida shippak uloqtirgan. Bu haqida 2011-yil, 2014-yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi lavozimida faoliyat yuritgan Jorj Kroll o'z memuarida ma'lum qildi. U o'zining yaqinda e'lon qilgan esdaliklarida bu voqeani quyidagicha eslaydi. Men Karimovlarning oilasidagi g'alati muammolarga aralashib qoldim. Yangi yil kechasi kechki payt elchixonada ishlayotgan edim. Elchixona darvozasi oldidagi qorovul menga qo'ng'iroq qilib, bir mehmon zudlik bilan meni Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'z bolalari bilan ko'rmoqchi ekanligini aytdi. Vaqt allamahal bo'lib qolgan edi. Men ularni elchixonaning qabulxonalaridan biriga yakka tartibda qabul qildim. Gulnora Versace va Gucci kostyumlarini kiyib, hayoti va muammolari haqida uzoq hikoya qila boshladi. Men sabr bilan tingladim. Bolalarga suv olib kelib berdim va elchixonamizdan boshpana so'ramoqchi bo'lishidan qo'rqib, mendan nima istashini so'radim. O'zbekiston prezidentining qizi o'z oilasi tomonidan ta'qib qilinayotgani haqida gapirayotgan edi, deb yozadi sobiq elchi. Jorj Kroll 2 soatlik mashaqqatli monolog oxirida Gulnora Karimova otasining o'zi ekaniga ishonch hosil qilganini aytdi. Elchiga ko'ra, Gulnora Karimova undan otasi bilan uchrashuvda yordam so'ragan. Uning so'zlariga ko'ra, onasi Tatyana Karimova, singlisi Lola Tillayeva va Karimovning saroy ayollari Gulnoraga otasini ko'rishga ruxsat bermagan. Soat yarim tunga yaqinlashib, yangi yil tongi otayotganida o'zimni juda yengil his qildim. Men Gulnora va uning bolalarini elchixona yonida kutib turgan avtomobilga kuzatib qo'ydim va uning otasi bilan qo'limdan kelganini qilishga va'da berdim. Ertasi kuni yangi yil arafasida Karimov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldim. Oradan ko'p o'tmay Gulnora menga quvonchli xabar yo'lladi. Uchrashuv tayinlanganini aytdi. Keyinroq undan eshitdimki, uchrashuv muvaffaqiyatsiz bo'lib, otasi unga shippak uloqtirishi bilan tugagan. Gulnorani boshqa ko'rmadim, deydi Jorj Kroll. Uning ta'kidlashicha, Gulnora kamchiliklardan xoli emas va u suhbat davomida aktrisalar kabi rolga kirishganini yaxshi eslaydi. Memuarida qayd etilishicha, Gulnora Karimova prezidentning qizi bo'lish qanchalik dahshatli ekani va u o'sha paytda o'z irodasiga qarshi turmushga chiqishga majburlangani haqida AQSh elchisiga noligan. Kroll Gulnora turmush qurish va uydan chiqmasdan farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishga majburlangani to'g'risidagi gaplardan so'ng uning ahvoliga rostmanasiga achinganini aytadi. Bundan tashqari, Gulnora Jorj Kroll bilan uchrashuvda otasining biznes hamda siyosatdan uzoqlashib, diplomat bo'lish haqidagi taklifini rad etganidan juda afsusda ekanini ham tan olgan. Ma'lumot uchun 2013-yilning noyabr oyiga kelib, Gulnora Karimovaning qariyb 10 yil davom etgan xayriya va biznes fondlariga nuqta qo'yildi. Uning rahnamoligidagi tashkilotlar, xususan Fond Forum faoliyati tugatildi. Telekanallar, radiolar, efirlar uzilib qo'yildi. Qama-qamalar avjiga chiqdi. O'sha kezlarda Gulnora Karimova Twitterda qator bayonotlar berib, bu ishlar boshida onasi Tatyana Karimova va singlisi Lola Karimova turganini aytgan edi. U o'z otasi bilan uchrasha olmayotganini yozgandi. Ma'lumot uchun, Gulnoraga 2013-yilning 24-oktyabrida jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Keyinchalik 2014-yilning noyabr oyida u uy qamog'iga olingan edi. U 2017-2018 yillarda sudlangan va rasmiy jazo olgandi.